yaxshi, lekin vesga nisbatan o'zgarishlar bor. Kardiogrammada vesga nisbatan o'zgarishlar nima degani? Bu ostriy protsess emas. U yurak chap tomonga qarab siljish deydi bu narsani. Chap tomonga o'zidan o'zi siljimaydi. Ves qancha katta bo'lsa, bu qorinni ko'ryapsiz. Qorinning tepasida diafragma bo'ladi. Diafragmaning shunday tepasida yurak joylashgan. Qorin katta bo'lsa, bu chapga qarab siljitib boraveradi polностью yurakni. Yurak уже как chap tomonga siljib, mana bu ekagida mana bunaqa o'zgarishlar beradi. Bu уже yaxshi narsa emas. O'zini joylashgan joyda qolgani ma'qul hozirgi holat bo'yicha elektrisiyoz sersa deydi. Konstitutsiyaga ham bog'liq bu narsa. Hozirgi holatingizda bunga ves masalasi, ya'ni ozish masalasiga e'tibor qaratish kerak. Bu birinchi asosiy masalachi. Siz 62 udar v minutu. Bu уже biz uchun juda ham katta narsa. Biz отклонено влево. Так. Qon yaxshi chiqqan. Qonda hech qanday masala yo'q. Faqat ozish jarayonini yo'lga qo'yish kerak. Qon tomirlar toza. Hozirgi vaqtda xolesterin ham yaxshi turibdi. Endi odamlar ko'pchilik savol beradi-da. Semiz bo'lsa xolesterin yuqori bo'ladi. Yo'q, har doim emas. Ostida misol uchun ortiqcha vazn semizning ikkinchi darajasi bor. Plus jigarda yog'li gepatoz jarayoni rivojlangan. Xolesterin normada. Qon tomirlar toza. Shunaqasi ham bo'ladi. Bu degani bo'ldi, dalshi shunaqa ketish kerak degani emas. Hozir eng asosiy masala hozirgi vaqtda mana bu holatingizni o'sha normaga qaytarish. Agar e'tibor bermaydigan bo'lsa, biz kutgan narsa, ya'ni o'sha bu qon tomirlar bilan bog'liq bo'lgan proses yana ham rivojlanib ketish ehtimoli bo'ladi. Bu narsa kerak emas. Shuning uchun o'sha ves tashab, alohida o'sha bu bilan shug'ullanib borish kerak bo'ladi. Masalan, kerak narsani yozib beraman. Jigardagi yog'dan qutulishimiz kerak bo'ladi va sizdagi shikoyatlar ham xuddi shunday normaga qaytish boshlaydi. Davleniya bilan bog'liq prosesning indeks massa telaga bog'liq. Ostida ortiqcha vazn mavjud. O'zi normada, misol uchun, допустим, sizni hozirgi vazn 80 kg bo'lishi kerak. Hozir misol uchun 100 kg dan ortiqsiz. 30 kg misol uchun ortiqcha vazn turibdi. O'sha 30 kg ni har bitta yog' hujayrasini qon bilan ta'minlash uchun ham yurak ko'proq ishlashga majbur. Qon bosimi baland bo'lishga majbur. 120-80 emas, 140 yoki 150 bo'lib turishga majbur bo'ladi. Chunki yog' hujayralarining har bittasi o'sha kompressiya bilan, o'sha qon bilan ta'minlanishi kerak bo'ladi. Siz misol uchun o'lchab ko'rgan vaqtingizda qon bosimingiz 140 bo'lib turgan bo'ladi, lekin ba'zi bir hujayralar uchun bu norma. Shuning uchun vaznni normaga qaytaradigan bo'lsak, qolgani ham normaga qaytadi. Boshqachasiga ne kerak? Buni kerakli narsani sizga yozib beraman. Dieta bilan birga ketadi lecheniyaz. Dietaning roli bor. Buni faqat nima deydi? Dorilarga qarab qolish kerak emas. O'zingizda ham harakat bo'lishi kerak. Uni o'z vaqtida olib borishimiz kerak bo'ladi.